Endi krediti borlarga yanada qiyin bo'ladi. Endilikda avtomatik undiruv orqali to'langan kredit uchun 2,5% komissiya qo'llaniladi. Banklardan yangi tartib. Agar mijoz kredit to'lovini belgilangan muddatda amalga oshirmasa, bank avtomatik undiruv tizimi orqali to'lovni mijoz hisobidan 2,5% miqdorida komissiya bilan o'zi amalga oshiradi. Ya'ni o'z vaqtida to'lanmagan to'lov bo'yicha avval mijozga SMS orqali ogohlantirish yuboriladi. Agar muddat o'tsa, to'lov bank tomonidan amalga oshiriladi va komissiya to'lovi qo'shiladi. Masalan, avtomatik ravishda 1 million so'm to'lansa, bank bundan tashqari 25 ming so'mni komissiya sifatida undiradi. Agar mijoz o'z vaqtida to'lov qilmasa, unga penya yoki jarima joriy qilishning o'zi yetarli edi. Endi avtomatik undiruv uchun alohida 2,5% komissiya undirish bu ikkinchi marta jazolash hisoblanadi. Bu amaliyot ortiqcha xarajatlarni ko'paytirishdan boshqa narsa emas.